muayyan davr uchun soliqlar va yig'imlarni hisoblab chiqarish hamda to'lashning to'g'riligini tekshirish soliq auditidir. Soliq auditi soliq to'lovchilarning, soliq agentlarining yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga mansub soliq to'lovchiga soliq agentiga nisbatan o'tkaziladi. Soliq organlari soliq auditi o'tkazilishi boshlanishidan kamida 30 kalendar kun oldin soliq to'lovchiga soliq auditi o'tkazilishi to'g'risida xabarnoma yuboradi. Agar soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash belgilari mavjud bo'lsa, soliq organi O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi bilan kelishgan holda soliq to'lovchini oldindan xabardor etmasdan soliq auditini boshlashga haqlidir. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 7-yanvardagi 1-sonli qaroriga asosan soliq auditini quyidagi hollarda o'tkazilishi ko'rsatilgan. Soliq tavakkalchiligining yuqori toifasiga mansub bo'lgan, kameral soliq tekshiruv natijasi bo'yicha soliq to'lovchi aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etmasa, shu jumladan aniqlashtirilgan talabnomadan keyin yoxud aniqlangan tafovutlar bo'yicha asosnomalarni taqdim etmasa yoki u taqdim etgan asosnomalar yetarli emas deb topilgan hollarda, ixtiyoriy tugatilayotgan yuridik shaxslarda soliq to'lovchilarining jinoiy ishlar bo'yicha moliya xo'jalik faoliyati taftish qilinishi doirasida faoliyatini to'xtatgan yakka tartibdagi tadbirkorlar qat'iy belgilangan miqdorda yoki deklaratsiya asosida jismoniy shaxslardan daromad solig'ini to'laydiganlardan tashqari kameral soliq tekshiruvi natijasi bo'yicha soliq to'lovchi aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etmasa, shu jumladan aniqlashtirilgan talabnomadan keyin yoxud aniqlangan tafovutlar bo'yicha asosnomalarni taqdim etmasa yoki u taqdim etgan asosnomalar yetarli emas deb topilgan hollarda Soliq kodeksining 140-moddasi 5-bandiga asosan 5 kunlik soliq auditi o'tkazilmoqda. Bunda agar soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash belgilari mavjud bo'lsa, soliq organi O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi bilan kelishilgan holda soliq to'lovchini oldindan xabardor etmasdan soliq auditini boshlashga haqlidir. Soliq auditi bitta operatsiya yoki bitta soliq turi bo'yicha, shuningdek, 1 oylik davr yoki 1 choraklik davrlarni qamrab olgan holda ham o'tkaziladi. Kameral soliq tekshiruvida qaysi davrda yoki qaysi soliq turidan kamchilik aniqlansa, o'sha shubhali holatlarga aniqlik kiritish maqsadida ham soliq auditi o'tkazilishi mumkin. Har xil soliqlarni to'lashdan qochish sxemalaridan foydalanib, to'g'ri ishlashni maqsad qilmagan xo'jalik subyektlariga 3 yillik davom muddati bo'yicha soliq auditi o'tkazilib, faoliyatini to'g'ri ishlashni maqsad qilib yuritish yoki umuman faoliyat yuritmaslik masalasi ko'rib chiqiladi. Soliq auditida korxona soliqdan qochish sxemalarini tark etib, kelgusida halol tadbirkorlar qatorida ish yuritish bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Tadbirkorlik subyektlari yuqori barqarorlik reytingining 3A toifasidagi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Bunda jinoiy ishlar doirasida o'tkaziladigan tekshiruvlar mustasno. Soliq auditi boshlashdan oldin soliq organi xo'jalik yurituvchi subyektlarni batafsil o'rganib chiqadi. Tadbirkorlik subyektlari soliq to'lash niyatidami yoki soliq to'lashdan qochish sxemasida ishlashni maqsad qilganmi? Shunga qarab soliq organi xodimi o'zining ishini o'rganadi hamda tadbirkorlik subyektiga baho beradi va tekshirishni tashkil qiladi. Hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlari tomonidan xarid qilingan tovarlar va sotilgan tovarlarning soni va nomenklaturasi bo'yicha nomuvofiqliklar juda ham ko'p uchramoqda. Ayniqsa, nazorat kassa mashinasi orqali sotilgan tovarlar bilan buxgalteriya birlamchi hujjatlaridagi, ya'ni materiallari hisobotidagi tovarlar soni va nomenklaturasi o'rtasidagi katta tafovutlar yuzaga kelmoqda. Buning natijasida kamomad va ortiqcha tovarlar mavjudligi yuzaga kelmoqda.
Bundan tashqari, Soliq kodeksining 299-moddasiga asosan tekinga olingan mol-mulk, xizmatlar bo'yicha aksariyat tadbirkorlik subyektlari tomonidan foyda soliq hisobotining daromad qismiga ko'rsatmasdan soliq bazasini noto'g'ri ko'rsatish holatlari yuzaga kelmoqda. Soliq kodeksining 299-moddasi 4-bandida ko'rsatilgan qarz beruvchiga foizli daromad to'lash majburiyatisiz qarz olish chog'ida qarz oluvchining daromadi qarz olish sanasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Qarz oluvchining daromadini aniqlashning xuddi shunday tartibi qarz qaytarish sharti bilan moliyaviy yordam olish sanasida stavkasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasidan kam bo'lgan foizlar to'lash sharti bilan berilgan qarzlarga qaytarish sharti bilan moliyaviy yordamga nisbatan qo'llaniladi deb ko'rsatilgan.